İlim-fan yeshib beramagan yerga ilohiy kuch-quvvatlarni qo'yishdan zerikmadingizmi? God of the gaps. Bo'shliqlarning tanrisi demak. Demakchimanki, olamda ilm-fan tushundirmaydigan ba'zi yerlar bor. Mana dil mush yerda siz qara, mana bu yerda bir Alloh bor deysiz. İlgirki zamanlarda ilm-fan yetarsiz kelgan nuqtalar ko'p ekan to'q. Ya'ni yomg'irning qandoq yog'diganligi, gullarning qandoq echildiganligi, kalining qandoq sut berdiganligini shu davrdagi ilm-fan tushuntirishga ojiz kelgan bo'lib, shu ehtiyoj sababli ilohiy hukm o'tirg'i chiqqan ekan. Ammo ilm-fan bo'lgan sir olamdagi hodisalarni texmi yaxshi tushuntirish kuchi yetgan siri iloh orqali tushuntirishga ehtiyoj tuyuladigan yerlar obdal ozayishga boshladi. Balkim bu bo'shliqlar butunlay itilib ketishi mumkin. Filmni boshlashdan burun kichik bir narsani qistirib o'tay. Ilm-fan ishlarning qandoq bo'ladiganligini tushuntirib bersa, din nima uchun bo'lganligiga javob beradi. Agar siz davomli ilm-fan tushuntirishga ojiz keldigan, milliard yil burungi cho'ng portlash yoki tunji jonliqdan misol qilib turib, Allohning borligini isbotlashga urinsangiz, qarshi tarafmi o'xshashla millionlarcha hadislarni ilm-fan orqali isbotlay olganligini ko'tarib chiqadi. Demakchi o'g'lim do'stlar, ilm-fan bo'shliqni to'ldirdi degan qarash aslo to'g'ri bir qarash emas. Ilm-fan hech qanday bo'shliqni to'ldirmaydi. Ham aqlimiz qo'ygan savollarga javob bermaydi. Filmning birinchi qismida aytganimizdek, ilm-fan bizga bir yupurmoqning qandoq tushadiganligini, bir sperm hujayrasining qandoq bu bo'voqqa aylanadiganligini, o'simliklarning qandoq o'sadiganligini tushuntirmaydi. Qandoq savolga nisbatan hech qanday javob bermaydi. U faqat ishlarning yuz beradigan bosqich va jarayonlarini tushuntirib beralaydi xolos. Ya'ni ilm-fan yuz berayotgan ishlarning jarayoni va tafsilotlarini bayqaydi. Bu intayin halqiliq masala. Bir misol beray. Atrofingizdagi diqqatingizni chachadigan narsalardan yiroq turib, diqqatni misolga markazlashtiring. Allohga ishonmaydigan bir olimning kinoxonaga kirishini tasavvur qilib beqing. U ekrandagi rasmlarga qarab, ko'rinishlarni kuzatib, xulosa chiqaradi. U boshdan o'zining kuzatishga qo'yib, men chiqarmoqchi bo'lgan yakun va nazariyalar cho'qim bu ikki o'lchamlik ekranda kuzatkili va sinoq qilib bo'ladigan bo'lish kerak deydi. Shuningdek, bu ikki o'lchamlik perdaning sirtidan hech narsani qabul qilmaydi, hamda metafizika deb aniqlab beradi va uningdan foydalanishni ilmiy emas deb qaraydi. Biz buning ma'nosini hur aql qismida tafsiliy mulohaza qilgan edik. Xo'sh, ekranda rangli kvadratlar to'xtamay harakat qilib turibdi. Masalan, ular pat-pat yeshil kvadratlarning paydo bo'lganligini ko'rdi. Bu qanday shakllangan? Ba'zi kishilar bu yeshil kvadrat ekranga tava emas, balki ekran sirtidagi nur manbasi bo'lgan bir projektor uskunasidan kelgan deb qaraydi. Bu fikr mantiqliqdek turadi shundaqqa. Gerçi bununla münasebetlik ekranda ko'rsatkili bo'ladigan nurg'un paketlar bor bo'lsa-mu, ammo olimga nisbatan bu paketlar ilmiy bilinmaydi. Birodar, siz davotgan bu uskunni ekranda ko'rgil bo'lgan narsami? Yo'q. Perdening sirtida. Ondaqda sizning farzingiz qandaqmi ilmiy bo'lsin, u bir bema'ni ilmiy xurofotlik bo'lib qolmamda. Nimishqa ilm-fan tushuntirib bermaydigan yerlarni projektor uskunasi orqali tushuntirishga o'rnisiz. To'xtang, sal ta'xir qilib turing. Ilm-fanmi buni tushuntirib beralaydi. Deginicha, yeshil kvadratning qanday shakllanganligini astoydillik bilan kuzatib tadqiq qilishga boshlaydi-da, yeshil kvadratdan burun to'xtamay ko'k kvadratning tuvanga qarab harakat qilayotganligini bayqaydi va tuyuqsiz aqliga bir fikr keladi. Ammo u o'zining fikrini isbotlash uchun uningga qarshi zid bir hodisani ko'rish kerak. To'g'ri. Ekranda ko'k kvadrat tuvanga yo'tkalmaydigan ahvollarmi bor? Bu chaqda nima ish bo'lganligini bilamsiz. Ko'k kvadrat tuvanga yo'tkalmagan chaqda yeshil kvadrat paydo bo'lmaydi. Demak, olimga hamma narsa oydinlashdi. Shuning bilan olim bu faoliyatni ilm-fan nazoratchi hamrohligida yetarli darajada kuzatdi. Darvaqa har qatim ko'k kvadrat tuvanga yo'tkalganda yeshil kvadrat paydo bo'ladi. Ko'k kvadrat yo'tkalmasa yeshil kvadratmi paydo bo'lmaydi. Hamda buningdan boshqa ehtimollar bo'lishi mumkin emas deydi. Oxirida u o'zining bayqagan natijasiga bir ism qo'ydi va ondan o'zining nazariyasini ilmiy isbot bilan o'tirib qo'ydi. Aziz do'stlar, biz oxir topdik. Yeshil kvadrat ko'k kvadratning tuvanga qarab harakat qilishidan shakllangan bo'lib, bu hodisa jotajantas deb ataladi. Ko'rganinglardek, men ekranda yeshil kvadratning qanday shakllanganligini ilmiy tushuntirdim. Hamda uning ekran sirtidagi projektordan kelganligiga ishonishinglarning hech hojat qolmadi. Ilm-fan tushuntirishga ojiz kelgan yerlarga ilohiy kuchni qo'yishdan zerikmadingizmi?
Bu xuddi kinoxonadagi olimning hodisasini tushuntirishga yetarsiz kelgan yerga ekran sirtidagi bir projektor sababidan bo'ldi deb tushuntirishdan zerikmedingizmi deganga o'xshash gap. Qaranglar do'stlar, ilm-fan koinotdagi hodisalarning yuz berish tartibini, ya'ni nimadan keyin nima yuz berdi deganni tushuntirdi. Buni albatta koinotda bir qonuniyat tartibi bo'lganligi uchun qila oladi. Chunki koinotdagi ba'zi ishlar qonuniyat tartibi bilan bo'lgan bo'lib, hargizmi tasodifiylik bilan bo'lib qolmaydi. Inshaalloh qonuniyat qismida bu to'g'riliq tafsiliy to'xtalamiz. Amaliyotda ilm-fan ishlarning qanday yuz berganligini tushundirmaydi. Bu vaqtda ham bir bo'shliqni to'ldirmaydi. Qarang, bu sistema ilmiy nuqtadan yomg'ir yoqqandan keyin o'simliklarning o'sadiganligini necha qitimlab kuzatib tajriba qiladi hamda hodisaning yuz berish tartibining bu ekanligini bayqaydi. Ya'ni kuzatish doirasi sirtida baho beramagachga oxirgi nazariyasida yomg'ir o'simlikning o'sishiga ta'sir ko'rsatadi deydi. Ya'ni yomg'ir yog'masa o'simlik o'smaydi deydi. Bo'pti, shundaqmi deyli? Mundaq aytganda mazkur sohaning sirtida hammani ko'rib turadigan va yomg'ir yoqqanda o'simlikni o'stirishni xohlagan, yog'maganda o'stirishni xohlamagan ilm sohibi bir iloh bor bo'lishi mumkin edi. Har qitim o'simlik o'sishdan burun yomg'ir yog'di debla bu o'zgacha hodisaning yuz berish sababini yomg'irga nisbat bersak to'g'ri bo'lamdi. O'simlikning o'sishi deganimiz aslida matematika, fizika, ximiya va biologiya qonuniyatlari amaliy qo'llaniladigan ajoyib saviya va talab qilgan hodisa bo'lib, o'z oldiga mustaqil bo'lmagan, balki butkul koinotga munosabatlik bir hodisa hisoblandi. Ya'ni boshqa chiqib aytganda bizning bu yerdagi o'simlik bilan Xitoydagi o'simlikning o'xshash qonuniyatga bo'ysunganligini hammaylar bilamiz. Ya'ni bu yerdagi o'simlikning hujayrasi bilan bizdan 100 million yorug'lik yil yiroqlikdagi o'simlikning hujayrasi o'xshash fizikalik qurilmaga ega. Demakki, yomg'irdan keyin o'simlikning o'sishidan iborat bu o'zgacha hodisani butkul koinotni tushundigan, bilim va iroda sohibi bo'lgan onglik bir zotga nisbat berish texmo mantiqli emasmi? Ha, rost, bu ulug' zot ma'lum plan, qonuniyat va tartib programma bilan ish qiladi. Har qitim yomg'ir yoqqandan keyin o'simlikni o'stirdi. Ya'ni texmo tafsiliy qaraydigan bo'lsak, har qitimda avval yomg'ir yog'dirdi. Ondan A mineral moddasini o'simlik o'tkazdi. Ondan hujayralarni bo'lish orqali ko'paytirishga boshlaydi. U zot bir programma va tartib bilan o'simlikni o'stirdi. Ondan ilm-fan dal mushu qonuniyat va tartibni bayqaydi. Endi yuqoridagi misolimizga qaytib kelsak, projektor nuri bilan avval ko'k kvadratni tövanga tushirdi. Ondan yana nuri bilan yeshil kvadratni hosil qildi. Shuning bilan siz olim bo'lib sifatingiz bilan projektorning ekranda tasvir hosil qilish tartibini bayqagan bo'lasiz. Shuningdek siz ilm-fan orqali faqat Allohning bilim, kuch va iroda qatorliq sifatlarining koinotga aks etish tartibini bayqay olasiz. Bu tartiblar orqali fotosintez, ko'paytirish, helizonizm degandek nomlar bilan yuz bergan hodisalarga ism qo'yish sizning hodisasining qanday yuz berganligini tushuntira olganligingizni ko'rsatmaydi. Shu sababdan God of the Gaps, ya'ni bo'shliqlarning ilohiy iborasi sepi o'zidan bir xurofotlikdan boshqa narsa emas. Ya'ni ilm-fan qandoq degan savolga javob berdi, din nima uchun degan savolga javob berdi degan ommabop so'zdan boshqa narsa emas. Ammo Qur'on ham qandoq ham nima uchun degan savollarga aqlga eng uyg'un bo'lgan javobni beradi. Ya'ni hur bo'lgan aqllarga. Boshtalam aqlingizga cheklim qo'yib olib, men ekranning sirtidan kelgan tushuntirishlarni qabul qilmayman desangiz, siz bir umr projektorni va uning aks ettirgan nurlarini bayqay olmaysiz. Ya'ni men bu 3 o'lchamlik olamdagi ko'z bilan kuzatkili bo'lmaydigan tushuntirishni ilmiy deb qabul qilmayman deb qarasangiz, mangu Alloh va uning sifatlarini bayqay olmaysiz. Bir yupurmoqning tushishi, spermaning bovoqqa aylanish qatorliq hodisalarning hammasi mush shaklda. Ya'ni ilm-fan ularning qanday yuz berdiganligini emas, balki qanday bir qonuniyat va qanday bir tartibda yuz berdiganligini tushundirdi. Ilm-fanning taraqqiyoti amaliyotda mundaq. Ya'ni ilm-fan yuz berayotgan ishlarning jarayonini texmo konkret va inchik tafsilotlarga bayqaydi. Ya'ni u dastlabda faqat yeshil kvadratni ko'rdi. Ondan ko'k kvadratning tövanga qarab tushayotganligini ko'rdi. Ondan yana u ikkisi orasida bir oplisin rangli kvadratning kelganligini ko'rdi. Demak, mushunda qilib borgan sir tafsilotlar ko'paydi. Ammo ularning qilayotgani garchi ular inkor qismi o'zimiz sezmagan holda projektorning nurlarni aks ettirish tartibini bayqashdir. Darvaqa biz u kinoxonadagi kvadrat qaraydigan bo'lsak, ko'k kvadrat bilan yeshil kvadrat ikkisi ayrim-ayrim ikki kvadrat. Shundaqmi? Projektor avval ko'k kvadratni ekranda aks ettirdi. Ondan yeshil kvadratni ekranga aks ettirdi. Shundaqmi? Ikki kvadrat bir-biriga ta'sir qilmaydi. Shunga ular ayrim ikki kvadrat. Xo'sh, endi bu darsimizni ikki jumla bilan xulosalab filmimizni oxirlashtiraylik. Agar kino ekranda yeshil kvadrat bo'lsa, hamda bu yeshil kvadratni yorug'lik manbasi bo'lgan bir projektorni tilga olmay turib tushuntirsangiz, siz u yerda yeshil kvadratning qanday shakllanganligini tushuntirgan bo'lmaysiz. O'xshashlar koinotning har qanday yerda koinotning eng aqlli jonliqlari bo'lgan bizlar 15-20 yilda aran o'rganadigan fizika, ximiya va biologiya qonuniyatlari amaliy qo'llaniladigan bir hodisa bo'lsa, agar siz bu hodisani bilim va iroda sohibi bo'lgan bir zotni qo'yib o'zingiz xohlagan bir shaklda tushuntirishga urinsangiz, hodisaning qanday shakllanganligini tushuntirgan bo'lmaysiz. Uning ustiga koinotda buningga o'xshash hodisalar yuz bermaydigan kichikgina bir yarmi mavjud emas.